Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, xudo xolasa mana keyingi zakazlarimizni ham xonadonimizga olib kelib o'rnatib bo'ldik. Xo'p, bu yerda 2 dona eshik, 2 dona rom 08 MDFdan korishnoy svetda tayyorlab berdik. Xo'p, hozir ustanovkani qilib tugatdik. Ozgina changini artib ulgurmadik. Syomkaga borardik. Xo'p, hozir sizlarga bularni razmerlari bilan narxlari, MDFlarimizni metr kvadrati va necha pulga o'tganini xudo xolasa hozir hammasini tushuntiramiz. Hozir qo'l izlari bor, ozgina chang. Artib ulgurmadik. Bu yerda yana bitta eshigi bor. Xo'p, derazamizni razmeriga keladigan bo'lsak, eni 1.40 ga, bo'yi 1.75. Ikkala derazamiz bir xil. Xo'p, eshigimiz bo'yi 2.70 ga, balandligi. Xo'p, eni 1.18. Ichkariga 10 ochiladigan qilib, aynali fasonda lola figurada qilib berdik. O'rtasiga oyna qilib. Xo'p, o'rnatganimizda tepalari bir xil turishi uchun pramugasi deydi, tepadagi ko'zini, eshigini ham, romini ham, balandligini bir xil qilib berganmiz, to'rovini ham. Qaraganinglarda bir xilda bo'lib turadi. Eshigini, romlarini, bo'yini agar shu holatda mos tushadigan bo'lsa, shu holatda yasab bera olamiz. Hammasini emas, razmeri to'g'ri kelsa, tepadagi pramugasini, ko'zlarini, balandligini bir xil qilib beramiz, razmerlar tushadigan bo'lsa. Bu razmeri standartdan ancha katta bo'lgani uchun to'g'ri kela olgan. Xo'p, MDFimizga keladigan bo'lsak, MDFimiz qalin 08 MDFda qilingan. 08 skromniy holatda, palasasiz, chiroyli holatda qilib berdik. Xo'p, chasbalarini orqasiga har doim reka qatirib, ustidan MDF otib, shumkalar qilib, tepalariga, yonboshlariga shumka qildik. Eshikdan tashqari oynalarni ham shumka qilganmiz. Har bitta ko'zini, eshikni ham, romni ham ko'zlarini germetikkalab, chiroyli holatda qilib berdik. Laklarini glansli lak qilib sekkanmiz. Hozir buni artib tozalasak, bundan ham yaltirab chiroyli bo'ladi. Hozir o'rnatganimiz uchun ozgina changlari bor. Xo'p, zamogimiz har doimdek millionli sinaqda zamog. Xo'p, brendlari bor o'zini. Millionim. Xo'p, ochilib yopilishlari. Tiha. Xo'p, plankalar ichidagi zashtillarga qo'yib, chiroyli holatda ichlarini ham shpangitlarni qo'yib, chiroyli holatda qilib qo'yganmiz. Xo'p, MDFimizni qalinligiga keladigan bo'lsak, MDFimizni qalinligi regalardan proslangan holatda, eshigimiz общий qalinligi 4.6, 4.5 cm ga tayyor bo'lgan. Mana shu tarafi qalin. Korobkalari, xo'p, eniga 10 cm, qalinligi 4.5 cm bu kesakimiz. Chunki eshik shunaqa baquvvat bo'lgandan keyin shunga yarasha korobka ham shunaqa baquvvat bo'lishi kerak, buni ushlagan. Osha-moshlarni ham qalinidan 3 tadan qo'yib berganmiz, ichki qanotga ham. Osha-moshig'imizni keyin shpangilitlarimiz ranglarini, zamogimiz ranglarini podsvet qilib, bir xil qilib, sariq qilib qo'yib berganmiz. Xo'p, yopilganda ruchkani buramasdan shunday torta olasizlar. Zamogingiz miyaqki, yaxshi zamog. Xo'p, derazalarimizni ham 4 ta ko'zli qilib, yorug' yaxshi uchun oq siyda oyna solganmiz. O'rtadagi ko'zlari ochiladi. Bularda ham har bittadan ko'zi germetika bo'lgan. Xo'p, romlarimiz mana ichidagi kraskalari. To'yintirib, cholachi bo'lmagan holatda chiroyli qilib qo'yib berganmiz. O'rtadagi ko'zlari ochiladi. Bu yerdagi ishimiz. Bularni ham montajini tugatib tayyor qilib bo'ldik. Bu regani bilasizlar, peni sepganni qo'yamiz, keyin olib tashlasa bo'ladi. Xo'p, bularimiz narxiga keladigan bo'lsak, xo'p, narxi razmerlari standartdan ancha katta bo'lgani uchun shunaqa oynali fasonda 8.300.000 so'mga hamma narsasi bilan tayyor holatda bo'ldi. Mana kraskalarni akamiz o'zi jigarrangga bo'yab bering dedi. Jigarrang holatda qilib, mana kraskalarni ham to'yintirib, chiroyli holatda qilib berdik. Xohlasanglar, sizlarga buni qora rangga ham bo'yab bera olamiz. Nomerimiz 99 607 69 00. Vodiy bo'lib kelishilgan holda MDF yog'och, eshik hammasini qilib bera olamiz. Shu nomerda aloqaga chiqib razmerlar bersanglar, katalog tashlab beraman. Yoqtirgan tanlasanglar, pulni hisob-kitob qilib dogovor qilamiz. Borib keyin o'zimiz o'lchab, yana o'rnatib bera olamiz. Ustaxonamiz Andijon viloyati Buloqboshi tumanida. Bu eshik romlarni o'zimizning Buloqboshiga o'rnatib berdik. Hammalarga rahmat. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha tushuntirdik. Yana keyingi zakazlarimiz ham tayyor bo'lgan. Ularni ham xudo xolasa syomkalarni qo'yamiz.